Assalomu alaykum futbol muxlislari. O'zbekiston futboli uchun yana bir tarixiy yangilik. Transfermarket portalining so'nggi yangilanishiga ko'ra, Manchester City himoyachisi Abduqodir Husanovning transfer narxi yana oshdi. Va endi u nafaqat O'zbekistonning, balki butun Osiyoning eng qimmat futbolchisiga aylandi. Uning bozor qiymati hozirda 50 million yevroga yetgan. So'nggi 6 oy ichida Husanovning narxi yana 15 million yevroga oshdi. Bu juda katta natija, chunki hozir Osiyo futbolida ko'plab yulduz futbolchilar bor, ammo aynan o'zbekistonlik markaziy himoyachi eng yuqori bahoga ega bo'lib turibdi. Husanovning Manchester City'dagi o'yinlari va Yevropadagi muvaffaqiyatlari uning narxiga bevosita ta'sir qilmoqda. Eslatib o'tamiz, Abduqodir Husanov O'zbekiston futboli tarixida Premier Ligada o'ynagan ilk futbolchilardan biri sifatida tarixga kirgan va bugun butun mamlakat futbolining ramziga aylanib ulgurgan. Ayni paytda Husanov bosh murabbiy Fabio Cannavaro boshchiligidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rmoqda. O'zbekiston tarixda ilk bor mundial yo'llanmasini qo'lga kiritdi va ko'pchilik mutaxassislar Husanovni jamoaning eng muhim futbolchilaridan biri deb hisoblamoqda. Aynan uning himoyadagi ishonchli o'yini terma jamoaning asosiy qurollaridan biri sanaladi. Oldinda esa yanada katta sinovlar kutmoqda. Husanov va uning jamoadoshlari Kolumbiya, Portugaliya hamda Kongo Demokratik Respublikasi bilan bir guruhda jahon chempionatidagi tarixiy yurishlarini boshlashadi. Sizningcha Abduqodir Husanovning transfer narxi yana oshadimi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.